Nevo N16 sıralayacağım. Sövsiyenden kulaklarınızdan ok renginden çakmadı. Depenası kara renkler ama kulaklarınızda video devamında video olarak göstermemiz. Bu salonun rengi daksat söyleyeceğim bırakma. Birinci ok renginden tushirib oldik. Kapota muzasini esa men sizlarga qisqasi olduğunu gösterib beraman arkadaşlar. Elimde bagajlar var, diskeler 18'lik. Bakmaylar beziramışni, eshiklar ham beziramışni. Lidar bu partadagi mashinalarimiz seri salon bo'lib ketdi. Bunda eldagi partada oq salon bo'lib keladi. Eldan funksiyasini qaranglar. И arkasına qaranglar. Sizlar az pol yaxshi ketgan arkadaşlar. Massaj bellarni saqlab hammasi. Beda xonadonliklar ham chiqadi. Hoppa. Bu şeyden olib gap bo'lishi mumkin emas. Bagajlardan kime turu verse asılmadı yani. Bagaj asılınca bize keyingi modelini görürüz. İkinci maşinimiz kara kuzu panalı, salonlu rengi. Oh, bıraklar yine yaptım bundan top geldim bakalım. Ok bilen kofe rengi ikisi aralashgan varianti salondagi dumdum bıraktılar. Gelin göz bilen bir görüp Akaları. Funksiyalar xuddi bir xil pozitsiyalari, prosta salonda rangi 12 oq, 12 seri. Hozir uchinchisini ko'ramiz. Uchinchi mashinamizdan tushirib oldik. Kuzovi qora rang, salonda rangini ko'rib beramiz. Salonda rangi oq ekan, bratlar. Bakalsa 369 milyon son, mashinamiz Ape'dir, 630 km yurib beradi. 2026 bo'ladi yillari. Banda oq kuzov bo'lsa, salon esa seri. Xudo xolasa mo'kati fotoga talab qilamiz, bemalol changal avtosalonimizga kelaverasizlar.